Aqshim sog'uvchi egizlaringiz Da. sizga birinchi savol. Rossiya prezidenti kim? Putin. Telefonni oxirgi holini aytchi. 100%. Mashina yurib to'xtab qolsa nima bo'ladi? Benzini qolmaydi. Bo'ldi, sizga 5 chiqavering. Rahmat. Do'stim meni qarash. Qarasang tekshir jonlar aytyapti, doni chiqibdi. Birinchisi. Ikkinchisi 100%, uchinchisi benzin qolmadi. Olmadi. Assalomu alaykum domla. Salom keldingmi? Ha, Hop, senga birinchi savol. Isming nima? Putin. Jinnimisan sen? 100%. Xonadan chiqib ket. Benzinim qolmadi. Aqshim sog'uvchi egizlaringiz Da. sizga birinchi savol. Rossiya prezidenti kim? Putin. Telefonni oxirgi holini aytchi. 100%. Mashina yurib to'xtab qolsa nima bo'ladi? Benzini qolmaydi. Bo'ldi, sizga 5 chiqavering. Rahmat. Do'stim meni qarash. Qarasang tekshir jonlar aytyapti, doni chiqibdi. Birinchisi. Ikkinchisi 100%, uchinchisi benzin qolmadi. Olmadi. Assalomu alaykum domla. Salom keldingmi? Ha, Hop, senga birinchi savol. Isming nima? Putin. Jinnimisan sen? 100%. Xonadan chiqib ket. Benzinim qolmadi.